Assalomu alaykum. O'tgan kun davomida jahonda ro'y bergan muhim voqea hodisalar haqida odatdagidek kundalik xabarnomamizda. Hamas harakati Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahuni G'azo sektoridagi sodir bo'lgan fakt sifatida taqdim etib, Falastin eksklavining arab dunyosi bilan aloqalarini uzishga urinayotganlikda ayblayapti. Hujjatda Rafahdagi uylar va infratuzilmaning yo'q qilinishi Falastin xalqini yo'q qilishga qaratilgan shafqatsiz urushning yangi bosqichi sifatida baholandi. Hamas bu harakatlarni xalqaro huquq va insonparvarlik qoidalarining qo'pol buzilishi, urush jinoyatlari deb atadi. Isroil harakatlari oqibatida G'azo sektori yashashga yaroqsiz hududga aylanyapti. Hozirda eksklavning 3 dan 2 qismiga evakuatsiya buyrug'i berilgan yoki harbiy ruxsatsiz kirish mumkin bo'lmagan taqiqlangan zona deb e'lon qilingan. Isroil humanitar yordam olib kirilishiga to'sqinlik qilyapti. Chegaralardagi nazorat o'tkazish punktlari, evakuatsiya yo'llari o'qqa tutilyapti. Infratuzilma yo'q qilinyapti. Ozuqa, dori-darmon va yoqilg'i yetkazib berish izdan chiqmoqda. Ayni paytda 2.100.000 aholi himoyasiz, suvsiz va yordamsiz. Bu nafaqat urush, balki aholini G'azodan majburiy siqib chiqarishga qaratilgan harakatdir. Bu orada Isroil Sharqiy Quddusdagi UNRWAga tegishli 6 maktabni 8-maydan yopish bo'yicha qaror qabul qildi. Shahar hokimligi va politsiya xodimlari maktablarga kirib yopish haqida rasmiy hujjatlar topshirgan. Unga ko'ra 800 o'quvchi tahsilni yakunlay olmay qolishi mumkin. Endi bu maktablarga kirish taqiqlanadi va har qanday urinish jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Shu bilan birga Isroil G'azodagi janglar paytida ushlangan 80 falastinlikni ozod qildi. Ulardan kamida 10 nafari og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan. ...2024-yil Isroilni kamida 1700 nafar dollar hisobidagi millionerlar tark etgan. Bunga G'azodagi urush, iqtisodiy tanazzul va siyosiy beqarorlik sabab bo'lyapti. Millionerlar soni 24.300 dan 22.600 mingtaga kamaygan. Henley Partners ma'lumotiga ko'ra, boylar urush boshlanishi bilanoq mamlakatni tark eta boshlagan. Isroil armiyasiga yiliga 68 milliard dollar sarflanyapti. Iqtisodchilar esa xarajatlar bundan ancha ko'pligini ta'kidlamoqda. 2024-yilda yalpi ichki mahsulot o'sishi atigi 1% bo'ldi. Xususiy sektorda pasayish, eksport va investitsiyalar qisqardi. Davlat va aholi xarajatlari tufayli iqtisodiyot jon saqlayapti. Inflyatsiya 3.8% ga ko'tarildi. Shu bilan birga Isroil rahbarlari xalqaro sudlarda urush jinoyatlari va genotsid ishlari bo'yicha javobgarga aylandi. Bryusselda Ukrainaga yordam berish bo'yicha tashkil etilgan ixtiyoriylar koalitsiyasi davlatlarining mudofaa vazirlari uchrashdi. Uchrashuvda Kiyevda tinchlik o'rnatilsa, mamlakat xavfsizligiga kafolat berish masalalari muhokama qilindi. NATO qarorgohida o'tgan uchrashuvga Britaniya va Fransiya tashabbuskorlik qildi. Unda 30 davlat vakillari ishtirok etgan. Britaniya mudofaa vaziri Jon Hili qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish va Rossiyaga bosimni saqlab qolish kerakligini ta'kidladi. Koalitsiyaning asosiy maqsadi Ukrainaga hujum takrorlanmasligi uchun xavfsizlik kafolatlarini ta'minlash. Britaniya va Fransiya ko'p marta taklif qilgan tinchlikparvar missiya joylashtirish g'oyasi ham muhokamadan o'tdi. Kelgusi choralar yuzasidan maslahatlar davom etmoqda. Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidanning aytishicha, Rossiya va Ukraina janglardagi yo'qotishlar miqyosini to'liq anglamayapti. U har ikki tomon harbiy charchoq holatiga tushganini aytdi. Fidan Turkiya tinchlik muzokaralarida vositachilik qilishga tayyor ekanini, ammo bu uchun Kiyev va Moskva o'rtasida kelishuv bo'lishi shartligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, Turkiyaning ishtirokini belgilaydigan oltin qoida taraflarning o'zaro roziligidir. Vazir AQShning pozitsiyasi ham o'zgarganini qayd etib, Tramp davrida Washington Rossiya bilan to'qnashuvdan saqlanishi mumkinligini aytdi. Bu esa diplomatiya uchun yangi imkoniyat yaratadi. Fidan Turkiya mintaqada barqarorlikni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya 10-aprel kuni Istanbulda o'tkazilgan muzokaralardan keyin bildirilgan takliflarni tezkor ishlab chiqishga kelishib oldi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasman ma'lum qildi. Uchrashuvda ikki mamlakat diplomatik missiyalari faoliyatini normallashtirish va o'zaro kelishmovchiliklarni bartaraf etish masalalari muhokama qilindi.
Tomonlar bank va moliya xizmatlarining uzluksiz amal qilishini ta'minlash, shuningdek Rossiyaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar byudjetiga hissalarini o'z vaqtida to'lash bo'yicha kelishuvlarga erishdi. AQSh Davlat departamentining Rossiya bilan Istanbulda o'tkazilgan muzokaralar yuzasidan rasmiy bayonotida aytilishicha, ikki delegatsiya ikki tomonlama diplomatik vakolatxonalar uchun bank xizmatlarini barqarorlashtirish bo'yicha kelishuvni yakunlash maqsadida notalar bilan almashdi. Bu masala AQSh elchixonasining Moskvadagi barqaror faoliyatini ta'minlashdagi eng katta to'siqlardan biri sifatida qayd etildi. AQSh Rossiyaning mahalliy xodimlarni yollashga qarshi siyosati bo'yicha tashvish bildirdi. Donald Trump tomonidan ayrim tariflarni to'satdan bekor qilishi hatto Oq uy ma'muriyatini ham noqulay ahvolga solib qo'ydi. Washington Post nashrining yozishicha, prezident bu qarorni hech kim bilan maslahatlashmasdan yolg'iz o'zi qabul qilgan. Trumpning so'zlariga ko'ra, u yurakdan kelib chiqqan qarorni avval Truth Social'da e'lon qilgan, holbuki shu kuni ertalab uning ma'muriyati tariflar o'zgarmasligini ta'kidlayotgandi. Biroq tushga yaqin Trump pozitsiyani keskin o'zgartirdi. Xitoyga bojlar saqlanib qoldi, boshqa davlatlar uchun esa 90 kunlik tanaffus joriy qilindi. Bu orada AQSh prezidenti Xitoy importiga jami bojlarni 145% gacha ko'tardi. Trump ma'muriyati buni Pekinning qabul qilib bo'lmaydigan xatti-harakatlarga iqtisodiy javob deb atadi. Boshqa davlatlarga yangi bojlar vaqtincha to'xtatildi, ammo Xitoyga nisbatan choralar to'liq kuchga kirdi. Trumpning 90 kunlik tanaffus to'g'risidagi so'zlaridan keyin biroz tin olgan bozorlardagi pasayish yana qulashga tushdi. Birgina shu oraliqdagi zarar 2 trillion dollarga baholanyapti. Elon Musk 30-maygacha Donald Trump ma'muriyatidan ketishi mumkin. Axios yozishicha, Kongressdagi 77 nafar demokrat prezidentga murojaat yo'llab, Muskni barcha davlat vazifalaridan zudlik bilan ozod qilishni talab qilgan. Asosiy bahona qonun talablari. Maxsus davlat xodimi sifatida Musk lavozimda 130 kundan ortiq bo'la olmaydi. Demokratlar uning qayta tayinlanishi faqat kompaniyalardan voz kechish va kamida 1 yillik tanaffusdan so'ng mumkinligini ta'kidlamoqda. Muskga qarshi kampaniya siyosiy va huquqiy bosim bilan davom etyapti. Bu orada AQSh prezidenti Donald Trump Elon Musk unga aslida kerak emasligi, shunchaki bu yigitni yoqtirishini aytdi. Qo'shma Shtatlarda noqonuniy migrantlar uchun kunlik 998 dollarlik miqdorda jarima tayyorlanmoqda. Trump ma'muriyati 1996-yilga qonunni qayta ishga tushirmoqchi. U 2018-yilda qisman qo'llangandi. Endi esa oxirgi 5 yil uchun orqa sana bilan ishlatilishi mumkin. Reutersga ko'ra, ayrim migrantlar buning oqibatida 1 million dollardan ortiq qarzga botishi mumkin. Agar to'lov amalga oshirilmasa, hukumat ularning mulkini musodara qilib, sotishni rejalamoqda. Bu jarayonni chegara bojxona xizmati va adliya vazirligi amalga oshiradi. Respublikachilar bu orqali deportatsiyalarni yanada kuchaytirishni maqsad qilgan. AQShda ayni damda 1 million 400 mingdan ortiq noqonuniy migrant borligi aytilmoqda. Yuristlar bu sanksiyalar qonuniy yashovchi odamlarga, xususan aralash oilalarga ham ta'sir qilishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. AQShda shunday 10 millionga yaqin oila bor. AQSh ma'muriyati TikTokni sotib olish rejasini bekor qildi. Fox Business ma'lumotlariga ko'ra, bu masala yaqin kelajakda ehtimolli emas, balki umuman kun tartibidan chiqarilgan. Sabab Xitoy bilan keskinlashgan savdo urushi. Prezident Trump bu qarorni tasdiqlab, TikTokni sotish masalasi ikki davlat o'rtasidagi savdo nizosi hal qilinmaguncha muzlatilganini bildirdi. Unga ko'ra, yaxshi va boy kompaniyalar bu platformani boshqarishga tayyor, ammo Xitoy hozircha kelishuv imzolashga shoshilmayapti. Avvalo, Xitoyning nima qilmoqchi ekanini kuzatishimiz kerak, dedi Trump Oq uydagi suhbatda. Bu qaror TikTok atrofidagi siyosiy tortishuvlarni yanada chuqurlashtirishi mumkin. Bizda hozircha shu. Ko'rishguncha.